Assalomu alaykum, Lider Kirol kanali obunachilari. Bugun sotiladigan quyonlarimiz bor. Shular haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Yo'qsa bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Nomerlarni ham yozib o'tib ketaman. Hop, birinchi sotiladigan quyonimiz Xato samka. Hozir o'sha tulovda. Yoshi 1 yosh, 2 marta ishlagan. Hop. Ozgina shamollagan, davolab olsa bo'ladi. O'zim ish bilan bo'lib hali davolagani ulgurganim yo'q. Quloqlari ham kalta narsa. Hozir tulovdaligi uchun ishlatganim ham yo'q. Keyingi sotiladigan quyonimiz strakach bor. Strakach samiz. 4 oylik, pashti 4,5 oylik. 4 oyda o'tgan ozgina. 100% sog'lom. Vaznini bilmayman, agar ras baraka qilib olaman degan odam bo'lsa, vaznini ham tortib beraman. Vazni ham normalni, adashmasam 3 kilodan oshiq bo'lsa kerak. Hozir qanaqa ko'ryapti bilmayman, o'zi ras olaman degan odam bo'lsa, отдельный video ham qilib beraman. Keyingisi bu ham sotiladi. Strakach samiz. 6 oylik. 6 oylik uji ishlashni boshlagan. Vazni 5 kilo. Kechagina tarozi tortib ko'rganman. Ota-onasi ishonchli. Palasalari oxirida dum tarafida ozgina uzilgan joyi bor. Ozgina uzilgan joyi bor palasasi. Bu ham 100% sog'lom. Vaksina ishlari bo'lgan. Qo'llari ham dona holligida. Hamma viloyatlarga chiqarib beraveramiz. Narxini aytib o'tib ketaman. Buni narxi kelishamiz 500 ming so'mdan tepada narxi. Bu strakachni ham o'sha narxi shu 500 ming so'mdan tepada. Narxini kelishamiz endi. Telefon qilsanglar, aloqaga chiqsanglar, hamma viloyat bo'ylab chiqarib beraveramiz. Dastavkasini o'zingizlar gaplashasizlar taksi bilan. Iloji boricha o'sha hamma ma'lumotni aytib o'tib ketyapman. Keyin bitta narsa, konkret o'sha telefon qilib olmaydigan odam bo'lsa, bekordan bekor o'zingizlarni ham, meni ham vaqtim olmanglar. Chunki o'sha ko'pchilik telefon qilib akam bilan maslahat bo'lay, ukam bilan maslahat bo'lay, bir joydan pul kelish kerak, shu pul kelsa olaman deb bekordan bekor odamning vaqtini olyapti. Iloji boricha hamma ma'lumotni aytib o'tib ketyapman. Shunga yarasha hisobini olib telefon qilaverasizlar. Nomerlarni ham yozib o'tib ketaman.